Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammaga charchamayapsizlarmi? Darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan nimani o'rganamiz? Bugun sun'iy intellekt orqali noldan realistik rasmlar tayyorlashi. Realistik rasm nima degani? Realistik rasm xuddi insonga o'xshaydigan, uni sun'iy intellektda qilinganni farqlash qiyin bo'lgan yuz detallari hammasi aniq bo'lgan rasmlar tayyorlashni o'rganamiz. Bundan tashqari, hozir bizda yana bitta chastimiz bor. U chastimizda sun'iy intellekt orqali o'sha tayyorlagan modelimizga, tayyorlagan rasmimizga mahsulot bilan, misol uchun kiyim bo'lishi mumkin, kimdir sumka bilan qilish mumkin. Mana shu jarayonlarni hozir sizlarga qadamma-qadam tushuntirib ko'rsatib beraman. Demak, boshlasak bo'ladi. Xo'p, tayyor bo'lsalaring, birinchi o'rinda biz o'sha realistik rasmlar tayyorlashni sun'iy intellektda qanaqa qilishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi o'rinda biz sun'iy intellektda rasm generatsiya qilishni o'rganishimiz kerak. Rasm generatsiya nima degani? Bu biz xayolimizdagi yoki o'zimiz tasavvurimizdagi bo'lishi mumkin. Umuman rasmlarni sun'iy intellekt orqali chiqarish. U bo'lishi mumkin inson bo'lishi mumkin, u bo'lishi mumkin tabiat bo'lishi mumkin, u bo'lishi mumkin mashina bo'lishi mumkin. Shuni chiqarishimiz kerak. Va bizda hozirgi paytda eng katta muammolardan biri realistik rasmlarni chiqarish. Ya'ni o'sha sun'iy intellektda yuzi plastik bo'lmagan, xuddi insonning yuziga o'xshagan darajada realistik rasmlar chiqarish hozirgi paytda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Aynan shuning uchun bizda prompt yozishda asosiy qoidalar bor. Hozir sizlarga o'sha rasm generatsiya qilishda prompt yozishdagi asosiy qoidalarni birinchi tushuntirib o'taman. Prompt yozishdagi asosiy qoidalar o'rtoqlar, bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Iloji bo'lsa daftaringizga yozib keting yoki skrinshot qilib o'zingizga note taking qilib ketishingizni maslahat beraman, chunki buni keyingi ishlaringizda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, prompt yozishda asosiy qoidalar. Birinchisi, rasm generatsiya qiladigan bo'lsak, bizda birinchi qoida rasmda nimani ko'rsatmoqchimiz. Misol uchun o'sha aytaylik, odam bo'lishi mumkin, u bino bo'lishi mumkin, voqea bo'lishi mumkin, gul bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ya'ni aniq nimani ko'rsatmoqchiligimizni promptda yozishimiz kerak. Keyin har bir detalni yozib o'tish kerak. Misol uchun insonni tasvirlamoqchimiz, u insonni yoshi qanaqa, ko'zlari qanaqa, qoshi qanaqa, ya'ni har bir detalni aniq kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi rasm uslubi, ya'ni multfilm formatda bo'lsinmi, Disney formatda bo'lsinmi, 2D formatda bo'lsinmi yoki aytaylik, bu bo'lishi mumkin hyper realistik, ya'ni realistik formatda bo'lsinmi, sinematik bo'lsinmi, o'sha usulni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi format va rakurs. Format bilan rakurs ko'rsatish nima uchun kerak? Ko'pchilikda bo'ladigan muammoni aytaman. Sun'iy intellektga kiradida bitta prompt yozadi. Menga mana bunaqa qilib ber. Ko'p holatlarda deyarli hammaning rasmi shunday o'xshash chiqadi. Bizda o'xshash chiqmasligi uchun o'zimiz rakurslarni ham, angellarni ham alohida ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Va keyin 5-inchisi aniq davr yoki joy. Misol uchun 1910-yil O'zbekistonda, 1910-yil Xorazmda, misol uchun 1910-yil bu joyda yoki Dubayda yoki boshqa joyda, ya'ni aniq lokatsiyani ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 6-inchisi kayfiyatni yozish kerak. Kayfiyat deganda qanaqa? Misol uchun sokinmi, dramatikmi, misol uchun aytaylik, qayg'ulimi? Mana shu o'zini kayfiyatini, rasmimiz kayfiyati qanaqa bo'lishi kerak? Shuni yozishimiz kerak bo'ladi. Endi kelinglar, amaliy qismiga yetib keldik. Birinchi biz sizlar bilan bugun rasm generatsiya qilishni o'rganamiz. Aynan o'sha qanday qilib juda ham realistik bo'lgan rasmlar generatsiya qilish. Mana bu yoqda sizlarga 6 narsani aytdim. Endi shu 6 ta bo'yicha ChatGPTni ochamiz. Hamma ChatGPT'sini ochsin. ChatGPTni ochgandan keyin biz ingliz tilini bilishimiz shart emas bunda. O'zbek tilida kiritamiz. Misol uchun, birinchisi nima edi? Bizda prompt yozishda nimani ko'rsatmoqchimiz rasmda? Biz insonni ko'rsatmoqchimiz. Misol uchun, aytaylik, men xo'p 20 o'rtoqlar, mana bu yoqda yana bitta narsani aytib ketaman. Hozir sizlar bilan birgalikda amaliy tarzda ko'ramiz buni. Men oldindan prompt tayyorlab qo'yib, sizlarga ko'rsatayotganim yo'q. Sizlar bilan birgalikda rasmni tayyorlab ko'ramiz. Bu yoqda ChatGPTni o'zida generatsiya qilishingiz mumkin. Faqat hozir prompt yozish bosqichida prompt joyidan o'tib olishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, 20-25 yoshlar atrofidagi erkak. Mana bizni birinchi rasm generatsiya qilmoqchiligimizda nimani rasmda ko'rsatmoqchimiz? Ya'ni biz 25 yoshli erkakni ko'rsatmoqchimiz, 20-25 atrofidagi. Xo'p, endi ikkinchisi har bir detalni yozish kerak. Misol uchun uni sochi kalta, qoshlari qop-qora, ya'ni sifatlarini yozishimiz kerak. Misol uchun handsome deyiladi-ku, handsome, kelishgan. Sochini rangi qora masalan.
Ya'ni bu yoqda cheklanmagan, o'zingizdan kelib chiqib, detallarini hammasini to'liq ochib berishingiz kerak bo'ladi. Keyin ko'rsatishimiz kerak bo'lgan narsa bu nima? Rasm uslubi. Rasm uslubi qanaqa bo'lsin? Rasm uslubi bizda realistik bo'lsin. Ya'ni hyperrealistik va haqiqiy insonga o'xshagan yuzlari plastik bo'lmagan terilari, ya'ni skin deydi-ku, mana shu terilarini aniqlashimiz kerak. Terilari, skinlarini aniq tasvirla, yuzidagi har bir detal. Misol uchun aytaylik, shu har bir detal bu bo'lishi mumkin, donachalar bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, soqol bo'lishi mumkin. Har bir detalni bizga ko'rsatib berish kerak. Detal ko'rinishi kerak. Xo'p, keyingi usul formatimiz biz rakurs ko'rsatamiz. Misol uchun rakurs aytaylik high angle bo'lsinmi, ya'ni tepadan rakurs bo'lsinmi, pastdan bo'lsinmi, to'g'ridan bo'lsinmi. Endi bizga to'g'ridan, ya'ni kamera xuddi sizlarga mana to'g'ridan qarab gapiryapman. Shunaqa holatda bo'lishi kerak. Xo'p, angle deymiz, ya'ni rakurs, angle. Rakursi to'g'ridan kamerani qarshisidan ko'ringan holatda bo'lsin. Xo'p, o'rtoqlar, mana endi buni yozdik. Bundan keyin biz format qanaqa bo'lsin? Formati bizga Instagram format bo'lsinmi, YouTube format bo'lsinmi? O'shani kiritib ketsak bo'ladi. Xo'p, bizga Instagram format bo'lsin. Instagram formatda bo'lsin. Xo'p, o'rtoqlar, nima uchun buni detalni ko'rsatyapman? Bizda men izohlarni o'qiganimda ko'pchilik yozishibdi, noldan o'rgatasizmi? Ha, noldan o'rgataman. O'shaning uchun detalliroq kirishga harakat qilyapman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Har bir kirgan inson shuni bemalol qila olishi uchun detalni hammasini qadamma-qadam ko'rsatib ketyapman. Xo'p, endi bizga joy kerak. Misol uchun aytaylik, Parijda bo'lsin. Xo'p, kiyimini yozsak bo'ladi. Kiyimi klassik uslubda qora kostyum-shimda bo'lsin. O'rtoqlar, mana detallarni kiritdik. Endi rasm kayfiyati qanaqa bo'lsin? Rasm holati, kayfiyati sinematik bo'lsin. Bizga sinematik rasm bo'lishini xohlaymiz. Kimdir misol uchun multfilm ko'rinishida bo'lishini xohlar, kimdir bo'lishi mumkin aytaylik 2D format, ya'ni anime formati bo'lishini xohlar, o'shani kiritamiz. Endi mana bu yoqda hamma narsani kiritdik. Bu yoqda mana endi bitta narsani bilib olaylik do'stlar, sun'iy intellektlar ingliz tilida ishlaydi, to'g'ri. Lekin biz ChatGPT orqali o'sha promptimizni bemalol o'tkazib olamiz sun'iy intellektda ingliz tiliga. Endi bu yoqda biz yozishimiz kerak. Shu ma'lumotlar asosida rasm generatsiya qilmoqchiman. Shunga moslab ingliz tilida nano banana uchun prompt yozib ber. Mana shu jarayondan o'tamiz. Xato yozyapmiz. Bu yoqda imlo xatolar bo'lishi tabiiy, ya'ni tez yozganligim uchun imlo xatolar ketib qolyapti. Sun'iy intellekt buni qabul qiladi, tushunib oladi. Ya'ni biz nima xohlayotganimizni u tushunib oladi. Endi bu yoqda mana bizga inglizcha promptini berdi. Ultra hyper realistic, ya'ni endi bu prompt berdi bizga. Mana aynan mana shu ingliz tilidagi prompt joyini yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin Gemini saytiga o'tamiz. Misol uchun bu yoqda Gemini'ga o'tamiz. Gemini'ga kirib olganimizdan keyin bu yoqda Gemini'ga kirganimizda mana sozdat изображение chiqadi. Sozdat изображение bosamiz va bu yoqqa prompt yuklaymiz. Prompt yuklaganimizdan keyin ozgina kutishimiz kerak. Xo'p, mana bizda rasmimizni chiqarib berdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, rasmimiz chiqdi. O'sha biz xohlagandek sinematik formatda, ya'ni rangi sinematik, klassik uslubda kiyingan kostyum-shimda, yoshi 20-25 atrofidagi inson. O'zingiz mana jarayonni ko'rdingiz. Endi o'rtoqlar, yana bitta narsani shu yoqda sizlarga ko'rsatib ketmoqchiman. Mana bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz, pastida belgicha chiqib qolgan, ya'ni Gemini'ning belgisi chiqib qolgan. Shuni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Bu narsani ko'pchilik o'rgatmasligi mumkin yoki ko'pchilik foydalanmasligi mumkin. Aynan mana shuni sizlarga o'rgataman. Gemini bilan ishlaganimizda nano bananada shunga o'xshagan kamchiliklar bor. Bu o'sha tagidagi mana shu
logotip, ya'ni suv belgisi, watermark belgisi deyiladi, shu belgini chiqarib qo'yadi. Ha, biz buni chiqarmasligimiz uchun uchta saytdan hozir shularni ichiga kirib chiqamiz. Ko'pchilik ro'yxatdan o'tgan bo'lsa kerak. Hozir mana shu saytdan sizlar bilan birgalikda ro'yxatdan o'tib, mana shunda qanaqa qilib yo'qotish mumkinligini sizlarga ko'rsatib beraman. ChatGPTdan ham chiqarsangiz bo'ladi, ya'ni rasm generatsiya qilish mumkin bo'lgan istalgan sun'iy intellektingizdan faqatgina o'sha promptingizni aniq belgilab, to'g'ri prompt yozish orqali bemalol chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Loart AI. O'rtoqlar, mana bularni ham sizlarga bitta-bitta ko'rsatib ketishimdan maqsad, nima uchun ko'rsatib ketyapman? Bu yoqda siz yana misol uchun Gemini'da ishlaganingizda har kuni limitingiz bo'ladi. O'sha limitdan oshib keta olmaysiz. Ya'ni bular bilan ishlaganingizda siz o'sha limitdan tashqari yana qo'shimcha tekinga rasmlar generatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Hop, hozir Loartdan o'tamiz. Yana bizda Flow bor edi. Flowis.io. Bu yoqda ham mana tekin foydalanish imkoniyatlari bor. Tekin foydalansangiz bo'ladi bemalol. Loart mana Flowda ham bor, Loartda ham bor. Xo'p, bizda 3-saytimiz. Hop. App Tapno AI degan sayt edi. Bu saytdan ham hozir o'tib olamiz ro'yxatdan. Ya'ni bu saytlar hammasi bir xil, ya'ni shu Nano Banana sun'iy intellekt integratsiya qilingan bunga ham bu saytlar orqali siz bemalol o'zingiz o'sha mana try free bo'limlari bor hammasida. O'sha yana bitta sizlarga kirib ketaman, mana kirasiz, o'zingizni email akkauntingizni tanlaysiz. Email akkauntingizni tanlaganingizdan keyin o'sha sizga o'zi mana shu oynani ochib beradi. Ya'ni shu tarzda natijalarimiz ketadi, ya'ni jarayonlar shunga o'xshash holatda bo'ladi hammasi. Xo'p, bu yoqda mana Flow bor. Hamma o'zidan kelib chiqib, o'zi xohlagan holatda qilsa bo'ladi. Bundan ham mana hammasi bir xil ro'yxatdan o'tish. Google'ni bosasiz. Xo'p, bu yoqda mana Loart ham bor. Xo'p, mana endi kelinglar. Uchalasi bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Loartda mana sizga kirganingizda, ya'ni yangi emaildan o'tganingizda mana bu yoqda ko'rsatib qo'ygan 30 ta coin beradi. Ya'ni 30 ta coin bu siz rasm generatsiya qilishingiz imkoniyati. Misol uchun mana bu yoqda rasm generatsiya qilish uchun Nano Bananani tanlashingiz mumkin yoki bundan tashqari dizayn bor, branding bor. Ya'ni o'zingiz nima qilmoqchiligingizdan kelib chiqib, bu yoqda yo'nalishni tanlasangiz bo'ladi. Flowda ham shunaqa, mana Flowizda ham shunaqa. Misol uchun bu yoqda rasm generatsiya izobrazheniyani bosib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yoqda ham Nano Banana Pro bor. Va yana bu yoqda misol uchun formatlarni tanlashingiz bo'ladi. Kачествоsi qanaqa bo'lsin, hammasini tekin versiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Tapnewda ham shunaqa. Tapnewga kirganingizdan keyin mana o'zi asosiy oyna shu. Asosiy oynaga kirganingizdan keyin kelinglar, mana shu yerda endi sizlarga qanday qilib boyagi narsani, ya'ni suv belgisini chiqarmasdan rasmlaringizni generatsiya qilishni shu yoqda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda mana image bo'limiga kiramiz. Plusni bosganimizda Nano Banana bor. Nano Bananaga kirganimizdan keyin bizda mana bu funksiya chiqadi. Va yana bitta narsa bu yoqda o'rtoqlar, mana bu yoqda ko'radigan bo'lsak 200 ta coin beradi. Ya'ni Tapnoga kirganimizda bizga 200 ta coin beradi. 200 ta coin nima degani? Misol uchun mana hozir sizlarga tushuntiraman. Bu yoqda Nano Bananani tanlaydigan bo'lsak, Nano Bananani tanlaymiz va bu yoqda xo'p, formatini tanlaymiz. Format, YouTube format bo'lsinmi, Instagram format bo'lsinmi? Bizga Instagram formatdagi kerak. Va bu yoqda kamerasini tanlasak bo'ladi. Shu professional kamera stilida bo'lsin, misol uchun cinematic kamera, shu kamera lenslar bor, obyektivlar bor. 24 mm obyektiv bo'lsinmi, kamera Sony kamera bo'lsinmi, Arri kamerada olingandek bo'lsinmi, o'shani nastroykalarni bu yoqdan to'g'rilasak bo'ladi. Bizga bu hozir kerak emas. 1x mana bu yoqda. 1x, 2x, 3x qaysi biri kerak bizga? Rasm generatsiya qilganimizda bitta chiqarsinmi, ikkita chiqarsinmi, to'rtta chiqarsinmi? Bitta chiqarsin deydigan bo'lsak, mana 15 ta coin oladi. Agar ikkita chiqarsin deydigan bo'lsak, 30 ta oladi. Vaholanki bizga ikkita kerak emas. 15 ta coin chiqarishimiz uchun bizga bittagina coin yetadi. Endi o'rtoqlar, mana tanlab oldik Nano Bananani, format tanladik. Bu yoqda 4K bo'lsinmi rasmimiz, 2K bo'lsinmi, 1K bo'lsinmi, uni ham tanlasak bo'ladi. Endi bu yoqda ChatGPTda yozilgan bizning promptimiz bor edi. Esingizda bo'lsa. Mana shu promptni olamiz. Prompt kopirovat qilamiz va shu saytlar xohlagan o'zingiz kira olgan, ya'ni hammasida Nano Banana bor o'sha funksiya bo'yicha, ya'ni bu yoqda logika bir xil. Kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz, Nano Bananani tanlaysiz, funksiyalarni tanlaysiz va rasm generatsiya qilasiz. Endi bu yoqda prompt qo'yish joyiga prompt tashlaymiz va generatsiyani bosamiz. Generatsiya bosganimizdan keyin bizga taxminan 30 sekund bilan 1 minut oralig'ida rasmimizni chiqarib beradi. Siz bemalol mana shu saytdan ro'yxatdan o'tganlar kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buni kopirovat qilib olamiz. Tapnoga o'tamiz va bu yoqqa yana prompt tashlaymiz. Generate tugmasini bosamiz. O'rtoqlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana generate tugmasini bosganimdan keyin bu yoqda bitta generatsiyadan keyin coin kamaygan.
Start generate bosganimizda bu yoqda coinlar kamayaveradi. Chunki yana 200 ta coin beradi. 200 ta coindan 15 tadan oladi. Siz 200 ta coinga 15 tadan bo'ladigan bo'lsa, 150 taga 10 ta, yana qo'shimcha 3 ta, ya'ni 18 ta rasm generatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta life hackslarga, misol uchun men o'zimda 10 ga yaqin Gmail'im bor. Agar 10 ta Gmail'dan kiradigan bo'lsangiz, bu sizda 2000 ta coin degani. 2000 ta coin sizda xo'p 180 ta rasm degani. 180 ta rasm menimcha sizga bir oyga bemalol yetadi. O'zingizni biznesingizga yoki o'zingizni kontentingiz uchun foydalanadigan bo'lsangiz, mana shu tekin versiyalarning o'zidan ham foydalanib, bemalol kontentingizni yuritsangiz bo'ladi. Bu yoqda bizda asosiy qilmoqchi bo'lgan ishimiz o'sha suv belgisini chiqarmasdan rasmimizni generatsiya qilish edi. O'rtoqlar, mana yana bu yoqda ikkinchi natijamiz ham chiqdi bizni. Natijani ko'rsak bo'ladi. O'rtoqlar, sizlarga qiziq bo'ldimi? Mana Gemini'ni ishlatishni o'rgandik. Gemini'dan tashqari 3 ta tekin sun'iy intellekt, mana ko'rib turibsiz, yuzlari juda tabiiy chiqqan. Mana ekranga qaraydigan bo'lsangiz, bu o'sha 20-25 yosh atrofidagi klassik uslubda kiyingan, qoshlari qora deganimiz, qoshini qarang, mana qoshlarini chiroyli qilib qora qilib chiqarganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni shunaqa qilib prompt yozishda biz aniq qilib kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Saqlanib bo'ladi, saqlanib qilsangiz bo'ladi. Bemalol istalgan saytda qilgan rasmlaringizni saqlanib qila olasiz. Misol uchun mana kompyuterdan kirganingizda bu yoqda yuklab olish download bo'limi chiqadi. Telefondan kirganingizda ham o'sha download bo'limi bo'ladi. U yoqdan kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Shu joygacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tamiz. Kiyimlarni qanaqa qilib kiydirsa bo'ladi. O'shani sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Endi shu rasmlardan foydalanib, qanaqa qilib modelga kiydirsak bo'ladi, o'sha jarayonlarni sizlar bilan bitta o'rganamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. O'rtoqlar, aytib o'tganimdek, biz ChatGPT da yozdiramiz promptlarni. Misol uchun mana ChatGPT ga o'tdik, ChatGPT da prompt yozdiramiz. Hamma ChatGPT ga kiradi, prompt yozdirish joyiga kelganda, endi biz modelga kiyim kiydirishni o'rganamiz sizlarga. Modelga kiyim kiydirishda sizlarga yana bitta narsani o'rgatib ketaman mana. Bu yoqda bitta chatda gaplashdik-ku, chatda gaplashganimizda, misol uchun biz erkak obrazini, rasmini generatsiya qilishni gaplashdik. Buni davom ettirmasdan ChatGPT ga kirganda Novi chat ochganimiz bizga qulayroq. Keyingi ma'lumotlarimiz o'sha chatda bo'lishi uchun. Novi chatni yana bitta ochib olamiz, plusni bosamiz. Xo'p, plusni bosib, bizda рабочий stoldan yuklab olamiz boyagi rasmlarimizni. Xo'p, rasmlarni yuklab oldik. O'rtoqlar, agar siz misol uchun mayli mana kiyim kiydirishni biladigan bo'lsangiz ham, bu yoqda hozir o'rgatiladigan bilimlardan foydalanib, yana ham qo'shimcha bilimlar olishingiz mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'lishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, mana birinchi o'rinda boyagi 6 ta narsa haqida gaplashdik sizlar bilan. 6 ta qoida bo'yicha. Ya'ni biz nima chiqarmoqchimiz? Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz rasm chiqarishdan nima? Shuni yozib olamiz. Siz mana shu men bergan rasmlardan yoki sun'iy intellektda internetdan o'zingiz olib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi bizga nima edi? Rasmda nimani ko'rsatmoqchi ekanimizni ko'rsatamiz. Biz bu yoqda albatta tabiiyki kiyim ko'rsatmoqchimiz. Lekin mana kiyimda bu yosh qizlarning kiyimi. Albatta aniq yozishimiz kerak. Misol uchun bu taxminan menimcha 7-8 yosh atrofidagi qizlarning kiyimi bo'lsa kerak. Endi men shunaqa deb o'yladim. Yozaman, misol uchun 7-8 yosh atrofidagi sochlari uzun va sochi qora, soch qora bo'lishi menga yoqadi, bilmayman. Sochni qora deb qo'yaman o'shaning uchun. Soch qora, uzun va qora. Ya'ni biz qanaqa holatda bo'lishini sizlarga bitta aytib olamiz. Endi undan keyin detallarni yozsak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, kulib turgan bo'lsin va mana shu rasmdagi kiyimlarni kiyib turgan holatda bo'lsin. O'rtoqlar, e'tibor bering, har bitta narsani detalni kiritmaydigan bo'lsak, bizning rasmimiz o'zimiz xohlaganda chiqmaydi. Shuning uchun sun'iy intellektda ham, ya'ni ba'zi bilimlardan o'zimizdan kelib chiqib olishimiz kerak. Misol uchun men mana shu kiyimni hozir qanaqa tasavvur qilyapman? Aytaylik, o'sha 7-8 yosh atrofidagi sochlari uzun, sochi qora, uzun va qora qiz kulib turgan bo'lsin, mana shu rasmdagilarni kiyib turgan holatda bo'lsin. Yana aytaylik, endi bu kiyimlar qanaqa holatda, ya'ni qayerda bo'lsin misol uchun. Xo'p, menga qayer bo'lsin? Misol uchun tug'ilgan kun bo'lsin, misol uchun mana tug'ilgan kun marosimi. Kimdir misol uchun boshqa joy qilar, kimdir studiya qilar, kimdir Dubay qilar, kimdir Parij qilar. Uni ahamiyati yo'q, o'zingizdan kelib chiqib. Tug'ilgan kun marosimida bir o'zi kiyimni xuddi modellardek reklama qilayotgan pozada, ya'ni poza degani o'sha
turishda, ya'ni qanaqa holatda bo'lsin. Pozada bo'lsin. Fonda esa har xil manzarali daraxtlar bo'lsin. Misol uchun, ya'ni bu ideya cheklanmagan, tasavvur cheklanmagan, o'zingiz tasavvuringizdan kelib chiqib yozaverasiz. Va qizchani yuzi tabiiy bo'lishiga e'tiboringni qarat. Ya'ni ChatGPT ga to'liq tushuntirib olamiz. Misol uchun siz yana nimadirlar qo'shmoqchi bo'lsangiz qo'shishingiz mumkin. Men shu yerda yakunlayman-da. Va oxirida har doim mana prompt yozayotganimizda birinchi nima xohlayotganimizni yozib olamiz. Nima xohlayotganimizni yozgandan keyin biz buni qaysi sun'iy intellektda generatsiya qilmoqchimiz. Misol uchun o'sha Gemini bo'lsin yoki Tapno bo'lsin, Flow bo'lsin, Lavart bo'lsin, hammasidan nano bananadan foydalanyapmiz. ChatGPT ga o'sha endi bizga bu ma'lumotlardan kelib chiqib nano banana uchun rasm generatsiyaga moslab prompt yozib ber. O'rtoqlar, yana nima uchun rasm generatsiyaga moslab prompt yozib ber deyapti? Chunki biz hozir rasmni chiqaramiz uni. Ya'ni xayolimizdagi, tasavvurimizdagi mana shu kiyimdagi qizni rasmini chiqarishimiz kerak. Ertaga video generatsiyani boshlaymiz. Bu yoqda video generatsiya qilib ber deymiz. Ya'ni ertangilik darsda uni ham ko'rsataman qanaqa qilish. Endi biz prompt yozdirib olamiz. Zo'r, mana vazifani aniq berding deyapti. Endi bu yoqda ingliz tilidagi promptini bizga yozib beryapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Kimdir misol uchun Gemini da qilishi mumkin. Mayli, Gemini da bitta ko'rsataman. Sozdать изображение bosamiz. Sozdать изображение bosgandan keyin plus tukni bosadigan bo'lsak, bu yoqda загрузить fayl bor. Загрузить faylga kiramiz va bu yoqda o'sha o'zimizni ikkita rasmimizni bu yoqqa загрузить qilamiz. Xo'p, keyin ChatGPT bizga yozib bergan prompt bor. Endi shu promptni kopirovat qilib olamiz. Xo'p, kopirovat qilib, Gemini ga o'sha rasmimizni yuklagan joyimizga bu prompt tashlaymizda, generate tugmasini bosamiz. Xo'p, endi bu tayyor bo'lguncha biz boyaga Tapnoga ham endi buni tashlab turamiz. Xo'p, misol uchun yana image generation alohida bosamiz. Xo'p. Bu yoqda nano bananani tanlaymiz. Xo'p, endi bu yoqda mana image bosib olishimiz kerak. Image degani nima? Ya'ni biz rasmdan rasm tayyorlaymiz. O'sha reference formatda rasm yuklashimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda rasmni yuklaymiz. Ikkala rasmimizni. Xo'p, buni yukladik. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz. Keyingi rasmimizni yuklaymiz. Xo'sh deganda. Buni aniqlab oladi. Bizni o'sha yuklagan rasmimizni bu o'zi analiz qilib chiqadi, ko'rib chiqadi. Mana bizda o'sha skinni aniqlab oldi bu. Endi keyingi rasmimizni yuklaymiz hozir. Xo'p, endi bu hozir rasmimiz yuklanguncha bu yoqda Gemini'dagi holatni ko'rib turamiz. Mana o'rtoqlar, Gemini'dagi holat. Xo'p, o'sha tashqarida atmosfera, tabiat bo'lsin degandik, faqat tug'ilgan kun atmosferasini chiqarib bermadi. Tug'ilgan kunni aniq kiritmaganimiz uchun chiqarib bermadi. Hozir shuni boshqatdan endi rasmni chiqarishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Endi mana bu normal holat qabul qilishimiz kerak. Biz xohlagan natijani chiqarib bermadi sun'iy intellekt. U holatda nima qilamiz? U holatda rasmni skachat qilib olamiz. Skachat qilib olib, yana o'sha boya chatda gaplashgandik-ku, bu prompt bo'yicha. Endi shu promptni olamizda boya yuklab olgan rasmimizni bu yoqqa загрузка bo'limiga o'tib, mana shu Gemini'da chiqqan rasmimizni olamiz. Endi bu yerga yozamiz. Hammasi zo'r, faqat tug'ilgan kun atmosferasi
atmosferasi qo'shilmadi. Xuddi shu holatda tug'ilgan kunga aloqasi bo'lgan elementlarni ham qo'shib chiqarish uchun ingliz tilida to'liq prompt yozib ber. Va qayta prompt yozdirib olamiz. Kompyuter bo'lmasa, mana Gemini telefonda ham bor. Bemalol ishlasangiz bo'ladi bunda ham. Telefondan ham ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, yana Gemini'ga o'tamiz. Gemini'ga o'tib yangi chat ochaylik. Yangi chat ochamiz. Soздать изображение bosamiz. Добавить fayl bosib, загрузить fayl qilamiz va bu yerda o'sha ikkita rasmimizni yuklab olamiz. Рабочий stoldan Открыть bosamiz. Endi promptimizni kiritamiz. Mana o'rtoqlar, endi biz xohlagandek natijani chiqarib berdi. O'sha biz xohlagan kiyim, tug'ilgan kun atmosferasi, mana tug'ilgan kunga mos elementlarni qo'sh deganimiz uchun mana tug'ilgan kun, sovg'alar, sharlar, har xil narsalarni chiqarib berdi. Mana o'zingiz ko'rdingiz, bemalol qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni tekin versiyadan ham qilsa bo'ladi. Yana sizga nima kerak? Kontent qilishingiz uchun mana sun'iy intellekt bo'lsa, bemalol kontentingizni qilib, o'zingiz auditoriyangizni to'plab, daromad qilishingiz uchun bu albatta boshlang'ich qadamlar bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni bu yoqda biz bitta sun'iy intellekt bilan o'rgandik, mana Gemini bilan sinab ko'rdik va sizlarga qo'shimcha ravishda yana 3 ta sun'iy intellekt ro'yxatini berdim. Bu sun'iy intellektlardan ham kirib, tekin versiyasidan bemalol foydalansangiz bo'ladi.